وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Hammaga assalomu alaykum. Birinchi qisqa va soddalashtirilgan arab tili darsiga xush kelibsiz. Birinchi muqaddima videoyimizda aytganimizdek, ushbu darslarda Madina Arabic yoki Arabic Course kitoblaridan foydalanamiz. Demak, birinchi kitobni birinchi darsi bilan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'lingizda kitobni o'zi yoki elektron versiyasi bo'lsa kerak deb umid qilamiz. Demak, birinchi darsdamiz. Mendagi kitobni 5-betiga to'g'ri keladi. Bu darsda biz hada so'zini o'rganamiz. Xo'sh, hada nima degani ekan? Hada oddiy bu degan ma'noni anglatadi. O'zbek tilida bu degan ma'noni anglatadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, hada so'zini yozilishi talaffuz qilganimizdan biroz farqli. Qanday farqi bor deb o'ylaysiz? Hada. Ha harfidan keyingi unli tovushni biroz cho'zib talaffuz qilyapmiz. Shundaymi? Hadan keyin berkitilgan alif bor. U odatda yozilganda tushib qoladi. Endi shu so'z bilan mashq qilamiz. Buning uchun nuqtalar o'rnini turli so'zlar bilan to'ldirishimiz kerak. Mashq qilish uchun bir nechta yangi so'zlarni o'rganishimiz kerak bo'ladi va dars mobaynida sekin-asta ular bilan tanishib boramiz. Bu nima? Uy. Arab tilida uyni baytun deymiz. Baytun. Uy. Endi qanday qilib bu uy deymiz? Hada baytun desak bo'ladi. Osona. Hada baytun. Keyingi so'z masjid. Bu so'z biz musulmonlarga oson bo'lsa kerak. Masjidun. Masjid, masjidun. Bu masjid deyish uchun hada so'zini masjidun so'zidan oldinga qo'yamiz. Hada masjidun. Hada masjidun. Demak, bu yerda hada bu, masjidun masjid. Bu masjid. Bu nima? Babun. Eshik. Endi bu eshik deyishimiz kerak. Hada babun. Hada babun. Kitabun. Kitob. Kitabun. Kitob. Endi bu kitob arab tilida hada kitabun bo'ladi. Shu yerda bir narsani aytib ketmoqchiman. Odatda gapirganimizda gap oxiridagi so'zni oxirini talaffuz qilmaymiz. Masalan, mana shu yerda hada kitabun o'rniga odamlarni hada kitab deganini eshitamiz. Hada kitab, hada kitab. Lekin arab tilida so'z oxirlari juda muhim rol o'ynaydi. Xoh ishoning, xoh ishonmang, so'zlarni gapdagi vazifasi uni oxiri qanday tugashi bilan bog'liqdir. Bu haqida hali batafsil ko'p o'rganamiz inshaalloh. Hozircha har bir so'zni to'liq talaffuz qilishga harakat qilamiz. Keyingi so'zimiz qolamun, ruchka. Qolamun. Endi qanday qilib bu ruchka deymiz? Hada qolamun. Hada qolamun. Miftahun. Miftahun, kalit. Endi qanday qilib bu kalit deymiz? Hada miftahun. Hada miftahun. Maktabun. Parta. O'quv stoli. Endi qanday qilib bu parta deymiz? Hada maktabun. Hada maktabun. Sarirun. Kravat. Endi qanday qilib bu kravat deymiz? Hada sarirun. Hada sarirun. Va oxirgi so'zimiz kursiyun, stul. Arab tilida bu stul deyish uchun hada kursiyun deymiz. Hada kursiyun. Unchalik qiyin emasa, endi kitobdagi 5-betga qaytamiz. Shu betdagi hamma narsalarni nomlarini o'rganib chiqdik deb o'ylayman. Keling, ularni bir qator yana takrorlab olamiz. Men bilan birga takrorlashga harakat qiling.
هذا بيت. هذا بيت. هذا مسجد. هذا مسجد. هذا باب. هذا باب. هذا كتاب. هذا كتاب. هذا قلم. هذا قلم. هذا مفتاح. هذا مفتاح. هذا مكتب. هذا مكتب. هذا سرير. هذا سرير. va oxirgisi hada kursiyun. Hada kursiyun. Imkon qadar so'zlarni kitobdan qarab yoki shu video orqali qayta-qayta mashq qilishga harakat qiling. Inshaalloh keyingi darslarda ularni yana qaytaramiz. Shu bilan bu videomizni tamomlaymiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha assalomu alaykum.